Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sog'misizlar, omonmisizlar, Vithouse obunachilari. Xullas, biza O'zbekiston bo'yicha sanoqli bo'lgan servis egamiz. No servis desanglar, katta mashinalarni, ya'ni dizel motorda yuradigan mashinalarni liboyni olamiz. Ya'ni xizmat ko'rsatish. Xohlasanglar shunday motorlar bor. Masalan, sizning ekskavatoringiz, deylik, Kamaz'ingiz, boshqa narsalar bo'lsa, rasxod ko'p talab etib turgan bo'lsa, yili eski bo'lsa, shunday yaxshi motorlarni chet ellardan kirgizganmiz. Koyup beramiz. Ustanovka xizmatlar ham bor. Bizda Bosch servisimizda ustanovka etamiz. Rasxoti 50 da 50, ya'ni rasmi kamayadi. Rasxoti ham kam, o'zi ham yaxshi motorlarimiz. Shunday xizmatlarimiz bor. Masalan, nichik texnikalari desanglar, Kamaz, Fura, ekskavator, kran, xullas dizel motorda yuradigan liboy mashinani, liboy texnikani injektorlari deysizlarmi, hamma narsasini ishlab beramiz. Bu yerda yaxshi motorlarimiz bor. İçana girib ko'ramiz hozir. Servisimizni bir göstərib ber Diyarbek. Bosch injektor servisimiz. Bu servisimiz O'zbekiston bo'yicha sanoqli. Ya'ni xohlasanglar ikkasanglar zatib beramiz, xohlasanglar borib xizmat ko'rsatish ham bor bizda. Xullas, bu yoqdan motorlarimiz bor, yine Ariandan motorlarimiz bor. Katta mashinalar bo'ladi. Gel. Bu yerda katta mashinalarni injektorlarini, yine shunday injektorlar turadi. Furaniki bo'ladimi, ekskavatorlarniki, boshqa ya'ni texnikalarni motorunda turadigan injektorlarni o'zini ham remont etib beramiz. Xohlasanglar tozasini ham qo'yib beramiz. O'zini remont etib bo'lsa, shunday yine so'nggi rusumdagi germanskiy texnologiyalar bilan zo'r etib ishlab, yine 2 oy kafolatini ham beramiz. Biz zetganimizdan keyin 2 oy kafolatini ham beramiz. Xohlasanglar tozasini olasizlar. Katta mashinalarga masalan nichi xizmatlar ko'rsatilishi kerak bo'lsa, ya'ni ichki qismini, motor tarafini hammasini ishlab beramiz. Ishida pastda telefon nomerlarini qo'yamiz, og'alar. Kimda agar katta mashina bo'ladigan bo'lsa, обязательно shu videoga bir like bosib, saqlanib etib qo'yinglar, kerak bo'lib qolishi mumkin. Soqqan hammasi katta mashinalarda deyiladi-ku, oyina bir 150-200 million topasiz bo'lsa, uyda yotgan pullarni olib chiqinglardan 3-4 dana texnika olib tasanglar, kelib yotaveradi pul. 15 yıldan beri katta mashinalara fokus, şu kelajakdagi yo'limiz katta mashinalarni zetish bilan o'tadi. 4 kilimizda joylashgan, o'zi 2 dana bo'lsa, ikkisi ham katta mashinalarga xizmat ko'rsatadi. Shunda madaminamizniki bo'ladi. Pastda telefon nomerlarini qo'yamiz, og'alarimizni borib xizmat ko'rsatish bo'lami. Xohlasanglar akkalish, motor taraflama, boshqa yerlari, forcing apparat, keyin visokiy nasos, injektor, liboyni avvalroq javob beramiz. Xullas, ishi videomizga bir like bosib, texnikachi og'alarimiz bo'ladi-ku, ya'ni texnika ishlatadigan, texnika haydaydigan og'alarimiz bo'lsa, обязательно ishi videoni tashlab qo'yinglar. Navoda foydali, kerak video bo'ladi. Lokatsiyamizga keladigan bo'lsak, 4 kilimizda joylashgan ish servisimiz, Bosch injektor servisi. Minora moykini hamma bilsa kerak, yoshullo og'alarimiz hammasi biladi. Minora moykini shunday yonimda yine. Bag'rimda turibdi. 4 kilimizdan chiqaverish. Bu yoqqa yetsanglar Biruni, bu yoqqa yetsanglar Toshkent. Shudan shunday aylangan yerda Bosch servisimiz bor. Salarroqdan bor, va bizning servisimiz bor. Xullas,